Bugun payoq go'shtimiz keldi. Payoq degani bu 20-30 odam qo'shilib, bitta ho'kizni so'yib, bo'lashib olib ketadi, tarqatishadi. U 1 yilda yoki 2 yilda odam soniga qarab to'g'ri keladi. Bizlardiki 2 yildan to'g'ri keladi. 2 yildan keyin navbatingiz kelgan vaqtda ho'kiz so'yib berasiz. Shunaqa qilib, lahm go'shtlarini alohida, suyakli go'shtlarni alohida qilib ayirib qo'yaman. Lahm go'shtlarini go'shtli ovqatlarga ishlataman. Yog'larni ham so'nsam mantilarga ishlataman. Suyakli go'shtlarni esa sho'rvalı ovqatlarga ishlataman. Hammasini taxlab qo'yib, bugun bir sho'rvalı ovqat qilay deb jugarib kurtukni qarashni boshlavardim. Suyakli go'sht kelgan paytda jugarib kurtuk qilib olaylik deb jugarib kurtukka qarashni boshladim. Hammasini ketma-ketlikda qo'rib, sabzi kartoshkalarimni ham qo'rib savolaman. Keyin ketidan qaynagan suv qo'yib, go'sht pishguncha qaynatib qo'yaman. Go'sht pishgandan keyin yog'larini suzib olib, to'g'ralgan piyozni ustiga olib, yog'lari chiqadi. Xamir qarashni boshladik. Jugar unga tuz solib, qaynab turgan suv, qaynoq suv solamiz. Qaynoq suv bo'lishi shart. Albatta, qaynamagan suv bo'lsa, jugar kurtuk o'xshamaydi. Qaynagan suv solib, qarib olamiz. Sho'rvasidan foydalansangiz ham bo'ladi, sho'rvasini solsangiz ham bo'ladi. Shunaqa qilib issiq payti azmas, qaynagan suvni qo'limiz kuyadi. Mana qo'llarimizni kuydirib, qarib oldik. Shunaqa dumaloq shakliga keltirib, hammasini ketma-ketlikda solib olamiz qaynab turgan sho'rvaga. Hammasini solib bo'ldim. Endi kamida 30 daqiqa, 40 daqiqa qaynashi kerak. O'shanda pishadi, pishgan bo'ladi jugar kurtugimiz. Men 30-40 daqiqa qaynataman har doim. Juda ham yumshoq, mazali bo'lib chiqadi. Mana pishib chiqdi. Endi piyozlarni, yuzliklarni ustiga solib olib, chiroyli qilib bezatib olamiz. Shu orada yurakchani like bosishni unutmanglar. Hammaga rahmat, meni kuzatganlarga. Yana yangi video kutayotganlarga albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar deyman. Yoqimli ishtaha.